Endi рассрочкаga o'zini pulini bo'lib to'lash desangiz, unisini ham qilib beramiz, muammosi yo'q. Albatta 40 million boshlang'ich to'lov puli bor odam bemalol olib ketsa bo'ladi. 40 million so'm pul bilan kelaman degan odamlar, pulim kamsa, unisini ham chiqarib beraveramiz, muammosi yo'q. Bu xullas bitta pasport, uylangan bo'lsa, kina ham kerak, ZAGS qog'oz bo'ldi. Topdagi, trenddagi Tigo 7 Pro haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, prosta kelish kerak, ko'rish kerak, haydash kerak, bosish kerak deydi-yu. Va plus propani bilan xarid qilish mumkin. Plus propan nima? Shunday o'rnatib beriladi. Конечно, bonusiga. Gibrid variantda yangi chiqqan bu variantimiz. O'tirganingizdan keyin o'zi zavod bo'ladi. Shunday tushib ketaverasiz. Hech narsani bosish shart emas. Qayingizda 147 ta bo'lsa, hech kim olmish deyilgisi kelmaydi-da. Xo'p, bu Arizo 8. Yangi chiqqan model 8. Buni primoy konkurentlari o'sha o'zimizda rынокda Malibu, Chazor, Kixan o'shanaqa klassdagi mashinalar bo'ladi. Бесключевой достуp bo'ladi, ya'niki prosta yoniga keladigan bo'lsangiz, o'zi avtomatik ochiladi. Sensorni второе поколение. Siz o'tirishingiz bilan cho'nta yoningizda kalit bo'ladigan bo'lsa, agar o'zi avtomatik zavod qilinadi. Start stop ham bo'lmaydi mashinada. Hatto eshakni ham bog'lab qo'yadi. Buni bog'lab qo'yish ham shart emas. Shunday bo'lsangiz o'zi turaveradi mashina. 1100 atrofida yurib beradi. Ham Bakins full, ham buning full bo'ladigan bo'lsa, plus minus 1100 bo'ladi. Eng ommabopulashib borayotgan hatchback varianti, ya'niki Tigo 2 Pro. Buni o'rta trassada 6 ta shaharda ichida rasvot qiladi. Mini crossover. Plus undan tashqari hozir shaharlarda probka papan bonuslari albatta bor. 7 Pro va 8 Pro Maxlarimizga. 7 Pro ni hamma modeliga, 8 Pro Maxga va Cherry modeliga qiziqqan aka-ukalarimiz uchun maxsus video rolik bo'lyapti. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Sunnatbek do'stlar. Bugun biz rohatda joylashgan Cherry avtosaloniga kelganmiz. 25 million foydada mashinalarni olib ketishinglar mumkin va bonuslar ham aytishdi. Video davomida qaysi modellarga bonuslar borligini xudo xolasa chiroyli obzorda tushuntirib o'tib ketamiz. Propan gaz ballonlarini qo'yib berish shunday bonus deyishdi. Qani video davomida nimalar yana bonuslari bor, skidkalari bor, hammasi haqida batafsil gaplashamiz do'stlar. Naqd pulga, через bank va рассрочкаga, lizingga olish imkoniyatlari mavjud. Nomerlar bor, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kommentariyada barcha nomer, lokatsiya hammasini qo'yib qo'yamiz va endi ichkaridan biz obzorimizni davom ettiramiz, hurmatli obunachilar. Qani bo'lmasa ketdik. Xo'sh, hurmatli obunachilar, Javohir akamiz bilan obzorimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Qanaqa yangiliklar bor aka? Yangiliklar emas, rohatda-yu akam. Qaysidan boshlaymiz? Crossoverdanmi, sedandanmi akam? Farqi yo'q bizga, qaysi? Xo'p. Keling akam, bir boshidan birinchi navbatda o'sha birinchi bizani rohatga kelgan mehmonlarimizga tekin test drayvimiz bor. Bu yerda eng katta DClardan, ya'ni dilerlik sentrlardan bittasi. Ofitsialni ko'rib turganlaringizdek, Arizo 8, 8 Pro Max, Tigo 7 Pro va u tomonda Tigo 2 va Arizo 6 Prolarimiz hammasi testlarimiz bor. Bemalol bitta pravani olib turib, kesanlaringiz xudo xolsa ko'rib, minib mashina rangini chertib tanlab haydab ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol, muammosi yo'q ekan. Xo'p, unda keling ekan, birinchi bo'lib turib, hozirda eng topdagi trenddagi Tigo 7 Pro haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, xarakteristikasi o'sha 1.5 turbina motor, 147 ta ot kuchiga ega, 3 ta LED fara bilan jihozlangan, передний va задний partroniklar bilan jihozlangan mashina. Va buni kuzovlari otsinkovka bo'ladi, ya'ni chirimaydigan. Chirimaydigan, ha? Xuddi shunaqa 70%. Xo'p, undan tashqari metal qismlari ancha baquvvat. Panoramli lyuk bilan jihozlangan, 360 kamera, бесключевой доступ, fulloy komplektatsiyada chiqarilgan. Xo'p, 18 diska, ancha gabarit, uzunligi 4,5 metrli, shaharda yurganda uncha joyda uyaltirib qo'ymaydi. Gabarit borasida. Orqa qismlari ham ko'rib turganingizdek, ancha haybatli, hashamatli deydimi o'shanaqa. Zadniy partronik. Xo'p, bunda hozirda naqd sizni mijozlaringiz keladigan bo'lsa agar, bemalol 25 million foyda va plus propani bilan xarid qilish mumkin. Plus propan nima? Shunday o'rnatib beriladi. Конечно, bonusiga. Bonusiga. Albatta. Faqat o'sha uspet qilganga bemalol mijozlaringiz kelsa, xudo xolasa, Javohir oldimizga kelsa xizmatdamiz biz.
Xo'p, keyingi modelimizni ko'rib o'tsak. Keyingi modelimiz sedanga o'tadigan bo'lsak, bu Arizo gibrid variantda yangi chiqqan bu variantimiz. Hozirda o'sha premium klassdagi ancha yuqori biznesda yuradigan Arizo 8 besключевой, ya'niki hech qanaqangi kalit, даже start-stop ham yo'q bunda. Yo'q. Kelsa-da novinka o'sha texnologiyalarni bemalol ko'rib, haydab ko'rishlari mumkin. Shunchaki o'tiradi, gazni bosadi. Zavodi bo'ladi ekan. O'tirganingizdan keyin o'zi zavod bo'ladi. Shunday tushib ketaveradi. Hech narsani bosish shart emas. Yana o'chadi. O'zi avtomatik o'chadi, xuddi shunaqa. Bu Arizo 8 gibrid varianti. Ancha vidlari ham jerski chiqqan. Ranglarimizda qanaqa? Ranglardan muammosi yo'q akam. Xohlagan rangida. Chil rangi bor buni hozir. Narda grey bor, oq bor, qorasi bor. Muammosi yo'q akam rangidan albatta. Endi bunga keladigan bo'lsak, bu 8 Pro Max modelimiz bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa testoviy rejimda. Ichki qismini ichkarida ko'ramiz. Hozir tashqi ko'rinishini bitta nima qilsak, xarakteristikani ichkarida ko'rib o'tamiz. Tushunarli. Bu esa Arizo 6miz. Arizo 6. Xuddi shunaqa sedan dajali. Bu Tigo 2 byudjetli variantda o'sha ayollarimizga bog'chaga borib kelishga takoy 1 litrlik ekonomichniy turbina motor bo'ladi. 4 ta trassada 6 ta shahar ichida rasxod qiladi. Agar bunga propan qo'yadigan bo'lsangiz, elektr bilan bir xil rasxod qiladi. Где-то 25-30 ming so'mdan patologiya 40 ming so'mlik propan yoqadi. Kelingizlar. 40 ming so'm. Aha. Bizning ish vaqtimiz soat 9 dan kechki soat 8 gacha bez pererif, ya'ni tanaffussiz. Shanba, yakshanba, dushanba 21-31 farqi yo'q ishlayveramiz. Xo'p, mana bu bizning salonimiz. Bu yerga keladigan bo'lsangiz sizni birinchi navbatda o'zimizda atizi, ya'ni assistent торговый zali kutib oladi. Kofe, choy. Bu showroomimiz bizning. Ya'ni kelgan mijozlar bemalol. Servis xizmati ham o'zimizda, hamma narsasi o'zimizda. Mashinaga motor, korobka elektronikasiga 5 yil 150 ming probeg garantiya beriladi. Servis xizmatlari hammasi o'zimizda bo'ladi. Hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Xo'p, endi sedandan boshlaydigan bo'lsak, obzorda salonimizni holatlari. Salon qismi. Torpedkalarni ham bitta e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Eko kojadan qilingan, ya'niki yumshoq bo'ladi. Yumshoq, qattiq bo'lmaydi. Xuddi shunaqa plastikdan ishlatilmagan. Mana bu qismlari ham kojadan qilingan bo'ladi. Eko kojaning salon, lyuk, joystikovый коробка, elektrousиленный rul, adaptivniy cruise-control, o'zi yurib o'zi to'xtaydigan полный фуловый Arizo 6 Pro bo'ladi. Orqa qismida podlokotnik, deflektorlar bilan jihozlangan airbag qismlari, akustika, metal qismlariga bitta baho berasiz. Ancha suyaklari baquvvat, ancha qattiq mashina. Ursa bo'ladi. Da, bemalol urib maqsangiz bo'ladi. Bagaj qismi. Bagaj qismi alohida mavzu. 480 litrlik bagaj. Bemalol propan qo'ysangiz ham bo'ladi bunga, boshqa narsa o'rnatsangiz ham bo'laveradi. Balonimiz dakatga bo'ladimi? Aha, balonlari dakatga bo'ladi, propan qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, 360 kamera, 360 kamera, задний partronik bilan jihozlangan mashina. 17 diska. Сиденьялар elektronniy, rul elektroусиленный bo'ladi. Полоса удержания, 360 kamera, bespроводной. Hamma narsasi mavjud mashina. Qulayliklar bor. Albatta, o'sha ko'rgan, bilgan, eshitgan qulayliklarni 70-80% mashinada mavjud. Attiga 254 million so'mga bemalol o'sha hamma navorotda olsangiz bo'ladi. Hozir aytib o'tgan 360, lyuk, bespроводной, ana bu elektronniy hamma narsasini attiga 254 million so'mga olsangiz bo'ladi. Naqd to'lovdan boshqa yana qanaqa variantlarimiz bor? Istalgan turdagi variantlarimiz bor. Xudo xolasa, kesin mijozlaringiz kredit deydimi, рассрочка, leasing farqi yo'q. Farqi yo'q. Muammosi yo'q. Motor qismini bitta ko'ramiz-a? Mayli. Qiziquvchilar uchun. Motor qismi, kuzovlarni ko'tarib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bemalol ancha og'ir hisoblanadi kuzovlari, ya'niki kapot qismlari. Xo'p. 4 ta silindrli 1.5 turbina motor, ABS tormoz bilan jihozlangan mashina bo'ladi. Motorni tushunadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ko'rib, o'zlari baho berishlari mumkin. Rasxod qancha bo'ladi shahar? Xo'p, rasxodi 6 ta, 6,5 tadan 7,5 taga, грубо говоря 8 ta. Endi haydashiga ham bog'liq. Haydashga, bosishga bog'liq. Da, bosishga. Endi misol uchun
tagingizda 147 ta bo'lsa hech kim 60 ta yurgisi kelmaydi-da. Shunaqa. O'shanisi borda. Xo'p. modelimiz Da. Tigo 7 Pro. Tigo 7 Pro bu modelimiz usti yopiq bo'ladi. O'zi полностью ko'tarib turadi. Bunda более такой. Xo'p, 1.5 turbina motor, 147 tot kuchi, 3 ta LED fara bilan jihozlangan. Kuzovlar otsinkovka, ya'ni передний va задний partroniklar bilan jihozlangan. Mana bu qismlarni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, LED faralari 90 gradusli faralar, kuzovlari ancha qattiq bo'ladi. Bemalol yopsangiz xuddi shunaqa myatina bo'lib qolmaydi. Misol uchun o'zimizda JMlarda ozroqla myatina bo'ladi. Bunda kuzov ancha baquvvat bo'ladi. Xo'p, Diskalarimiz. Da, diskalarimiz 4 talasi ham support bo'ladi, ya'niki tormoznoy sistemasi diska bo'ladi. Mana bu qismlarni bemalol ko'rsatsangiz, tushunadiganlar bo'lsa, JMda odatda oldi support, orqasi baraban bo'ladi. Baraban bo'ladi. Bunda esa полностью diska bo'ladi, 4 ta balondan. Xo'p, undan tashqari бесключевой доступ, 360 kamera bilan jihozlangan mashina. Bu qismlari elektrousiliyenli bo'ladi. Siteniyalar elektronli bo'ladi. 6 ta направление to'g'rilanadi. Oldinga, orqaga, spinka va даже воздух bilan дальний yo'lga to'g'rilab ketsangiz bo'ladi. Xo'p, undan tashqari pamять siteniya bo'ladi, ya'niki da ikki kishiga o'zini xotirada saqlab qoladi. Ya'niki o'zingizga yoki kenayimga yana bir kishi bo'lsa, bemalol birni bosadi, o'sha xotira keladi, o'zi siteniya yuriladi. Xo'p, bunda ham xuddi shunaqa. Karpetka qismlari ham eko-koja, mana bu qismiga plastik ishlatilgan, plastik ham dizayn bilan plastik. Bu qismlari eko-koja, tarpetkalari. Xullas, o'tirgan odam birdan biladi klass oshganini, ya'niki boshqa klassdagi mashina. Boshqa dunyoda qancha o'sha mashinani klass oshib boraversa, ya'niki o'sha yumshoq qismlar, koja qism ko'proq ishlataveradi. Masalan, deylik oddiy trekker bilan solishtiradigan bo'lsak, trekker masalan Tigo 2 bilan solishtiring. Tigo 2 da plastik qismi ko'p ishlatilgan bo'ladi. O'sha 7 ga o'tgandan keyin tarpetkalar eko-kojaga o'tgan bo'ladi. Bu narsalar eko-kojaga o'tgan bo'ladi. Bagaj qismlariga keladigan bo'lsak, bagaj qismiga keladigan bo'lsak, именно mana shu 7 Pro'mizda полноценный zapaska bo'ladi, ya'ni dakatka emas. O'zini baloni xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari kuzov qismlari otsinkovka полностью qilingan bo'ladi. Задний partronik bilan jihozlangan mashina. Elektronli bagajlari, ya'niki bossangiz o'zi qisib qolmaydi, qo'lda bemalol qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Mana bu endi oldi qismi. E'tibor bergan bo'lsangiz, hattoki passajirskiy sideniyasi ham, elektronli jihozlangan. Multimedia, подсветка, беспроводной, двухзонный климат-контроль. Xullas, barcha qulayliklar. Da, barcha. Xo'p, nima qildik? Arizoga o'tamizmi endi? Tigogami? Keling, Arizoga bitta ko'raylik. Xo'p, bu Arizo 8 yangi chiqqan model. O'sha hozirgi kundagi nima deydi, O'zbekiston bozoriga yangi kirib kelayotgan Arizo 8, buni primoy konkurentlari o'sha o'zimizda rynokda Malibu, как бы Chazor yoki Han o'shanaqangi klassdagi mashinalar bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa kuzov va ratsinkovka bo'ladi, chirimaydigan bo'ladi. Бесключевой доступ bo'ladi, ya'niki просто yoniga keladigan bo'lsangiz, o'zi avtomatik ochiladi. Sensorni второе поколение. Keling, o'tiring. Siz o'tirishingiz bilan cho'nta yoningizda kalit bo'ladigan bo'lsa, agar o'zi avtomatik zavod qilinadi. Start stop ham bo'lmaydi mashinada. Oyoq chiqarib o'tiring. Bu endi o'zgacha dunyo. Xo'p, nimalari ham полностью elektronnidan, Mersdan olingan, ko'chirilgan sidenkalari, obshivkalari полностью koja ishlatilgan, eko-kojadan ishlatilgan. Bu qismlari ham eko-kojadan. Plastik qismlari yo'q. Akustikalari Sony bo'ladi. Ya'niki o'shada yaponskiy topoviy brend Sony akustika qilingan bo'ladi. Tormozni bossangiz, avtomatik уже zavod qilib mashina bo'ldi. Start stop mashina zavod qilindi. Start stop bizda odatda mana bu yerda start stop bo'ladi-yu. Bu уже более такой zamonaviy, последний modelь. Просто tormozni bosasiz, mashina zavod qilindi. Bo'ldi. Dega urasiz. Bemalol ketaverasiz. Bo'ldi. Panoramli lyuk, eko-koja. Xullas, просто kelish kerak,
ko'rish kerak, haydash kerak, bosish kerak deydi-yu. Ming marta gapirgan Shunaqa. Hozir marta misol kerak. uchun gapirib bir marta kelib haydab ko'rish kerak. Yana prosta kelish kerak bo'ldi. Pul yo'q, boshqa narsa yo'q, hech narsasi yo'q. Kelasizda, prava bo'lsa bo'ldi. Endi hozir qo'yaversa o'zi o'chadi. Albatta. Aqlli mashina. Hatto eshakni ham bog'lab qo'yadi. Buni bog'lab qo'yish ham shart emas. Shunday bo'lsangiz o'zi turaveradi mashina. Xo'p, o'ziga keladigan bo'lsak, bu qismi полностью nima qilingan? Eko kojadan qilingan. Original. Qulflanib qolmaydimi ishqilib kaliti? Yo'q, kalit ichida qulflanib qolmaydi, unaqa narsa bo'lmaydi. Xo'p, bu gibrid variant, 1.5 turbina motor. Xo'p, benzinda ham, elektrda ham rasxodlari keladigan bo'lsa, 1100 atrofida yurib beradi. Ham parking full, ham bunisi full bo'ladigan bo'lsa, plus minus 1100 bo'ladi. O'zini o'zi zaryad qilish qobiliyatiga ega. Orqalari juda keng. Da. Xo'p. Buni narxi qanaqa? Xo'p, buni narxi 364 million komplektatsiyasi full ovisi. Garantiyalari 7 yil bunda. 7 yil garantiya. Shunaqa akkumulyator nimasiga garantiya beriladi. Xo'p. Keyingi modelimiz. Xo'p, keyingi modelimiz o'sha hozirda eng ommaboplashib borayotgan hatchback varianti, ya'niki Tigo 2 Pro. Buni o'sha o'zimizda O'zbekiston bozorida eng ommaboplashtirilgan rasxodi. 4 ta trassada 6 ta shaharda ichida rasxod qiladi. Mini crossover. Plus undan tashqari hozir shaharlarda probka ko'paygani sababli odamlar уже ancha kichkina mini crossover hatchbackga harakat qilyapti. Kattasidan ko'ra, katta gabaritdan ko'ra kichkinaroq nima. Xo'p, bunga ham keladigan bo'lsa, 3 ta silindrli, 103 ot kuchiga ega. Tigo 2 kuzov otsinkovka bo'ladi, lyukli, ekokojinli salon, tormoznoy sistema support bo'ladi, ya'ni 4 ta diska bo'ladi, 4 talasi ham baraman ishlatilmagan. Xo'p, orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi ham ekokojinli salon bo'ladi. Koja salonlari. Shunaqa. Buni boshlang'ich где-то plus minus 40 million bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. 40 million bilan olib ketsa Albatta, bo'ladi. 40 million boshlang'ich to'lov puli bor odam bemalol olib ketsa bo'ladi. Bemalol bunga agar propan qo'yadigan bo'lsangiz, bu aytganimizdaqa rasxodlari nimanikidan ham elektrnikidan ham ancha kichkina bo'ladi. Buni necha xil pozitsiyasi bor ekan? Bu o'zi bitta chiqadi, u bittada zo'r chiqadi. Full overs, unaqangi nima deydi, lyukani qisib qolib, lyukani qisib qolib, lyukaga pul to'latib, unaqa narsa emasda. Bittada full overs chiqqan. O'sha 214 million 900 ming so'm. O'zini narxi naqd beraman deganlarga kelsa, okalar, xudo xolsa kelishtirib, undan ham kelishtirib beramiz. Albatta, kelishtirib beramiz. Xo'p, endi rassrochkaga o'zini pulini bo'lib to'lash desangiz, unisini ham qilib beramiz, muammosi yo'q. Rasxodlarni xizmatlari ham mavjud. Rassrochka, kredit, 40 million so'm pul bilan kelaman degan odamlar, pulim kamsa, unisini ham chiqarib beraveramiz, muammosi yo'q. Bu xullas bitta pasport, uylangan bo'lsa, kena ham kerak, ZAGS qog'oz bo'ldi. Hammasini bir kunda xudo xolsa nomiga chiqazib, oformich qilib beramiz. Tushunarli. Buni salonimizda qanaqa o'zgar? Xo'p, bunda salon qismida ko'rgan bo'lsangiz, ekokojinli salon ishlatilgan, cruise kontrollar berilgan, lyuklari bor, media nimasi, start stop, avtomat korobka, monitor 9 dyumli, ekokojinli salon bo'ladi. Xo'p, endi buni aytadigan bo'lsak, kompaktni byudjetni kimgadir plus, kimgadir minus bu. Minus tomoni, shaxsan meni nazarimdagi minus tomoni orqasi sal kichkinaroq bo'ladi. Lekin oilaviga deydigan bo'lsak, misol uchun Nexia 2 daqa, men ko'rayotgan bo'lsangiz, 23 santimetrlar joy qolgan bo'ladi. Ramandan sal o'tgan bu yerda. YouTube'da boshqacha ko'rinibdi, unaqa emaslik uchun bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu kimlar uchun? Har bitta mashina har bitta inson o'zini nima deydi, потребностьidan kelib chiqqan holda minadi-da mashinani. Bu kimlar uchun? Prosta ishga borib kelish uchun ikkinchi mashina olmoqchi bo'lganlar odam yoki masalan rasxodida yengil, puli yengilidan nimasi yoki masalan ayoliga olib berib qo'yishga, bog'chaga, yoqqa borib kelishga kompaktni, komfortni, zo'r mashincha. Tushunarli ekan. Menimcha hamma modellarni aytib bo'ldi. Hamma modellardan tanishib chiqdik albatta. Bonuslarni aytdi. Albatta. Kelsa, xudo xolsa, propan bonuslari albatta bor. 7 Pro va 8 Pro Maxlarimizga.
7 Pro ni hamma modeliga, 8 Pro Max ga va bemalol kelsa xudo Tushunarli. xohlasa. Endi lokatsiyani bitta aniqroq aytsak. Lokatsiyani keling aka, tashqarida lokatsiyalarni tushuntirib berib nima qilamiz. Hozirgi eng muhim joyi qoldi lokatsiya. Albatta, albatta aka. Lokatsiya qismiga keladigan bo'lsak, xo'p. Mana bu Rohat O'zbekistondagi eng ko'p sotiladigan dilerlik sentr Rohat hisoblanadi. Buni bemalol nima qilib bilsangiz bo'ladi. Xo'p, bu tomonimiz Qo'yliq. Chap tomonimiz Qo'yliq bozori. Bu tomonimiz Yangiobod bo'ladi. Военный часть va mana bu most. Va Yangiobodning mosti. Mana bu yerda metro. Sal o'tsangiz Yangiobod metrosi bekati bor. Dalshi Rohat Group. Dalshi Rohat Group da. O'rtalikda joylashganmiz. Call centerga yoki menejerlarimizga bog'lanadigan bo'lsangiz, bemalol alo deyorsangiz, bo'lsa menejerlarimiz lokatsiyani olib sizga polностью adashib qolmaydigan qilib, chotga qilib, shu yergacha olib kelib ishingizni bitkazib beramiz aka. Tushunarli. Rahmat aka, Aka, sizga charchamaysiz, salomat bo'lasiz, kelsangiz xizmatda. Ismim Javohir. Salomat bo'linglar. Charchamang.